Nimaga biz o'zbeklar uyalmaymiz? Agar bolangiz sizdan so'rasa, aysa ota desa, ona desa, nimaga desa o'zbek kontentlar social mediaga yo'q desa nima javob berasiz? Mana shu xorijga katta bo'lgan bolalar, Afg'onistonning bolalari buncha savol qilmaydi, ammo xorijga katta bo'lgan bolalar ko'p aqlli. Savol qiladi. Aysa nega o'zbek videolar, kontentlar yo'q desa nima javob berasiz? Buni aytasizki, bolam o'zbek kontentlarni biz istamaymiz deysizmi? Yo aytasiz o'zbek kontentlar, o'zbeklar yaramas video tuzatmaydi deysizlarmi? Yo aytasizlar o'zbeklarning liyoqati yo'q video tuzatsa deysizlarmi? Yo bizda liyoqatimiz yo'q, biz istamaymiz o'zbekcha kontentlar bo'lsa, videolar bo'lsa deysizlarmi? Men tarafdorlik qilmayman BBCdan. Mana bu BBC o'zbek Afg'oniston o'zbeklari BBCsi Instagramga 9000. Mana bu ham daridir. Mana yaqin qopti 1 millionga. Mana bu ham Facebookka qancha kishida? Mana bu ham daridi. 2 milliondan ortiq. Oziga Afg'onistonga 15 milliondan xato qilmasam ortiq o'zbek yashaydi. 15 million o'zbekda arasiga 1 million o'zbek social mediaga yo'qmi? Yo sizlar aytasizlar Afg'onistonning xalqi Instagram yo'q deysizlar. Nimaga bo'lmasin Afg'oniston xalqining Instagrami? Bo'lmabdi, bundan so'rab bo'lsin. Agar men siz bo'lmasangiz bu kanallar ham 2 kundan keyin qamaydi ketadi. Aytadi bu xalq qaramaydi ekan, nima qilmaydi ekan deb. Bu kanallarga hammasiga pul lozim. Jamhuriyatning vaqtiga xato qilmasam 2 donami vijdona televizion bor edi, o'zbek televizioni. Bittasi oyna edi, bittasi botur edi, boshqasi ham bo'lsa bilmayman. Har kun ham kecha kunduz marshal septi ko'rsatdik. Lutfan bo'yg'anaylik. Lutfan bir-birimizni quvvatlaylik, bir-birimizni yonimizga to'xtaylik.